Assalomu alaykum hurmatli kanalimizning muxlislari, do'stlar, yurtdoshlar. Bugun bize Rasenter'de 2 etaj 170 kvadrat hovli joyimizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Aldilarında yine kolodislar tushgan, toshchalari bor. Stechga qilingan tirtvorlari. Garajin ham ega, do'stlar. Stupenkalari kafildan zatelingan do'stlar. Ko'rib turganingizdek. Eshik joyimiz ham birikkanligina do'stlar. Havuzamızdan bir geldik. Onun tarafımızda prixoshka zonaları bo'ladi. Chap tarafimiz holimiz. Lestnitsamiz chiqadi. İkinci etaja bellarimiz TV zonamiz bo'ladi. Rakvinalar qo'yilib, tayyor holatda havuzamiz. Bu yerda giradigan bo'lsak, zalimiz bo'ladi do'stlar. Huzur lampochkasi kuyibdi. Bu yan tarafimiz kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham taxlab beriladi hamma yerlari. Bu yerda yana podvalamiga. Bu yan tarafimiz spalnyamiz bo'ladi. Bu yerlarimiz yana sanuzillarimiz. Bunda patologga kafilatilgan. Eshiklar ham chiroyli qo'yilgan. Bu yerda yana garaj. Girishimiz, garaj qismi bu taraf. Garajımız oldu canlar. Garajımız. İkinci etaja çıkaverish lestnitsamiz, quyma lestnitsa. Hamdillah. Salona gittik. İkinci etajga kelsak, shunday bir ishni hol bo'ladi. Bu yerda lyustralarimiz. Bu yerimiz zalning usti zal. Zalning usti zal bo'ladi. Eshiklarimiz MDF eshiklar. Bu yerimiz spalnyamiz bo'ladi. Bu yan tarafımızda yine bir spalnyamiz. Взрослый спальня, keng tushgan. Kamchiliklarni kuzatib beradilar do'stlar. Место положениясына keladigan bo'lsak, Rasenter'da bo'ladi. Mechit yonida. Rasenter'da bir yana shahar. Rasenter'da mechitga yaqin joyda 2 etajli hovli joy, 170 kvadrat. Puldan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 900 million so'm. Kimni qiziqtiradigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz, telefonsingizda kelib ko'rsatamiz. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi ro'yxatda görüşguncha deb qolamiz.